Konstitutsiyaning shunchaki moddalar to'plami emas, balki muqaddas bir kitobga aylanishi avvalo jamiyatda adolat va haqiqatning qaror topishi va uning ta'minlanganligi bilan ko'proq bog'liqdir. Zotan insonning ehtiyojlarining ichida eng baland turadigan ehtiyojlardan biri bu albatta huquq va erkinlikdir. Konstitutsiya esa insonlarning nafaqat huquq va erkinliklarini ta'minlaydi, balki jamiyatning, davlatning rivojlanishida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa yangi tahrirda qabul qilingan konstitutsiyamiz bu insonparvar jamiyatning, insonparvar siyosatning va qonun ijodkorligi bilan bog'liq olib borilayotgan katta bir islohotlarning amaliy ifodasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Eng muhimi sudlar bugun haqiqiy ma'noda adolat uyiga aylanib faoliyat yuritmoqda. Bu esa takomillashtirilgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaning inson huquqlarini ta'minlovchi asosiy hujjat sifatida amalda samarali ishlayotganidan dalolat beradi. Umuman olganda yangi O'zbekistonda inson qadri va sha'nining ulug'lanishi demokratik islohotlarning mazmun mohiyatiga xizmat qilmoqda. Birgina 2017-yildan 2025-yilgacha 7000 dan ziyod fuqaroning oqlanishi 7000 bor adolatning tiklanishi demakdir. Bu minglab oilalarga baxt va saodat, eng muhimi jamiyat va davlatga bo'lgan ishonchning mustahkamlanishiga xizmat qildi. Baribir nima deymiz? Haqiqat nimada yuzaga keladi? Taqqoslashda yuzaga keladi. Har doim taqqoslash metodi bilan baho beriladi. Chunki vaziyatga ham, holatga ham, davrga ham. Davrga o'sha taqqoslash metodi bilan baho beradigan bo'lsak, o'sha 2016-yilgacha bo'lgan davrdagi qabul qilingan oqlov hukmlari salmog'i va 2016-yildan keyin bugungi kungacha qabul qilingan salmog'i o'rtasida yer va osmoncha farq bor. Bugungi kunda respublikada kerak bo'lsa har haftada har bir viloyat, har bir tumanda oqlov hukmlari chiqyapti. Bu nimadan? O'sha huquq ustuvorligini ta'minlanganligidan, o'sha konstitutsiyaviy normalarni ishlayotganligidan. Normalar ishlasa, qonun ishlasagina u oqlov hukmlari chiqadi. Endi ishlasa deganda birinchi navbatda qonun qachon ishlaydi? Qonun qachonki uni masalan ikki taraflama ishlaydi. Birinchisi o'zini himoya qilayotgan odam o'sha qonundan himoya so'rasa, qonunni ijro etuvchilari uni ijro qilib berish kerak. Masalan, o'sha surishtiruv, tergov va sud hokimiyati masalan. Endi qachon oqlov hukmlari chiqadi? Qachonki o'sha sud hokimiyatidagi ishlovchi xodimlarimiz ham nima deymiz? Huquqlari va manfaatlari yetarli darajada himoya qilingan bo'lsa. Buni tan olishimiz kerak. Bugungi kunda o'sha daraja yetib kelganligi uchun sudlar tomonidan nima? O'sha oqlov hukmlari chiqarilayotganligini. Bugungi kunda statistikasi ko'payib ketdi oqlov hukmlarini. U tabiiy jarayondagi o'sha xalqimiz qabul qilyapti buni. O'zi aslida shundoq bo'lishi kerak. Tabiiy jarayonda qabul qilinyapti. Lekin bunga yetib kelish oson bo'lgani yo'q. O'shandan kelib chiqadigan bo'lsak, mazkur holatlar ham bevosita davlatimizda olib borilayotgan siyosat, davlat rahbarining siyosiy irodasi va o'sha sud hokimiyatiga nisbatan u kishining shaxsiy munosabatlari va siyosiy irodalari tufayli o'sha sud hokimiyatini himoya qilish natijasida mazkur holatlar bo'layotganligi faqatgina quvonarli holat va bu o'sha tabiiy jarayonga chiqqanligi yanada quvonarli holat. Chunki mexanizm ishlab ketdi. Mexanizm ishlab ketgandan keyin jamiyat buni to'g'ri qabul qilishni boshlaydi. Chiqarilayotgan hukmlarga nisbatan fuqarolarimizda ham, davlat tashkilotlarida ham nima bor? To'g'ri yondashuv bor. To'g'ri yondashuv, ya'ni o'shanga nisbatan to'g'ri fikr. Demak, sud shuni oqladimi? Asosi bor degan fikr bor. Ana o'shanga yetib keldik. Shuning uchun bu narsa men o'ylayman kelajakda faqat rivojlanadi ijobiy tomonga va bu faqat xalqimiz uchun. Bosh qomusimiz bu inson sha'ni, qadr-qimmati va huquqlarining mustahkam kafolati. Masalan, Ahrorjon Siddiqovni olaylik. Quruvchilik faoliyati bilan shug'ullanish asnosida buyurtmachi bilan kelishmovchilik yuzaga keladi. Bir necha milliard so'mlik qilingan ish aynan buyurtmachi tomonidan tan olinmaydi. Bu ham yetmaganidek, u huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan javobgarlikka tortiladi. Eng yomoni korxona faoliyati to'xtab, tadbirkor quruvchining o'zi hibsga olinadi. Ikkita tadbirkorlik subyekti o'rtasidagi iqtisodiy mojaroda hisobidan yuzaga kelgan. Ana endi demak qarshi tarafimiz prokuraturaga murojaat qilib, jinoyat ishi qo'zg'atish yo'li bilan demak bizlarga bir necha bor tekshiruvlarni tashab, soliq tekshiruvlari,
nazorat o'lchovlari qayta takror va takror o'tkazilib 5 yil mobaynida cho'zilib kelgan. Endi prezidentimiz tashabbuslari bilan yangi institut joriy qilingan ekan, taftish instansiyasi deyiladi sud tizimida. Demak, taftish instansiyasi sudlari tomonidan jinoyat ish hujjatlarini to'liq o'rgangan holda Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha taftish instansiyasi sudlov hay'ati tomonidan to'liq reabilitatsiya qilib oqlandik. Bu uchun avvalambor mamlakatimiz rahbariga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olishni menga lozim tutgan, vaholanki buni noqonuniy deb hisoblaymiz. O'sha endi meni qamoqdan chiqarish uchun uydagilarimizni chaqirib, demak o'sha 806 milliard ikkita korxona o'rtasidagi haqdorlikdan kechasan. Uni boz ustiga o'sha qilingan xarajatlar 300 ming dollar miqdorida bu u tomonga qarshi tomonga qilib berasizlar degan ma'noda talab qilib kelingan. Lekin bu narsaga bormadik, oqlandik. Azamat Ahmadjonov ham yaqinda oqlovga erishdi. U ham qilmagan ishi uchun temir panjaralar ortiga tashlandi va uy joyidan ayrildi. Ammo odil sudlov tufayli bugun yuzi yorug' bo'ldi. U nafaqat haqligini isbotladi, balki sud huquq tizimida tub burilishlar bo'lganini o'z hayoti misolida ko'rsata oldi. Shu meni ishimda shu 2 yil men adolatsizlikka uchrab qoldim. Tergov jarayonida, tergovchilarning noqonuniy xatti-harakatlarida adolatsizlikka uchrab qoldim. Odil sudlov, yaxshi ham sud organlari bor ekan. Ularga aniqliklar kiritib berishdi. Adolatsizliklarni bartaraf etishdi hammasini. Shahar sudida yutib chiqdi, oqlanib chiqdim. Bitta narsani aytmoqchiman, prezidentimizga avvalambor rahmat, shunchalik odil siyosatlar bilan qilayotgan ishlariga minnatdorchiligimni bildiraman. Haqiqat shunchalik bor ekan, adolatni shunchalik tiklab berishdi. Shu tergov jarayonida endi menga quruq tuhmatlar bo'ldi. Shunaqa darajaga borishdiki, uyimga ham olib qo'yishdi. Sudyalarga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Albatta, oqlovga erishgan fuqarolar soni ko'pchilikni tashkil etadi. 20 yillik tajribaga ega advokat Xurshid Rustamovning fikricha, yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq sudlar tomonidan konstitutsiyaviy qoidalarning to'g'ridan-to'g'ri qo'llanishi yurtimiz va xalqimiz tarixida inson huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlari va qadr-qimmatini ulug'lash borasida yangi davrni boshlab berdi. Advokat ana shu qulayliklardan foydalanib, so'nggi 2 yilda 30 dan ortiq mijozlarning ishida oqlovga erishganini ta'kidlaydi. 2016-yilgacha tan olish kerak, bironta ham oqlov bo'lmasdi faoliyatimizda. Oqlov bo'lishi mumkin bo'lgan ishlar tergovga qaytarilardi, tergovda tugatilardi. Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 2-qismi bilan. Lekin oqlov bo'lmasa-da, chunki oqlov bo'lishi o'sha tergovchiga, o'sha prokurorga zarar bo'lgan. Shuning uchun bu narsani qilishmasdi sud bilan kelishib turib. Lekin 2016-yildan keyin tan olish kerak. O'zgarishlar yaxshi bo'ldi, sud sohasida islohotlar bo'ldi. Bu narsalar tezda natijasini berdi va har bir fuqaroda ishonch paydo bo'ldi. Men sudga boraman, sudda erishaman. Bundan tashqari 2023-yilda konstitutsiyaga ham kiritib qo'yildi. Advokatning huquqi, sudlanuvchining huquqi, har bir shaxs sudda qonuniy qarori chiqquncha aybdor hisoblanmasligi to'g'risida va hozirgi kunda ham islohotlar ketyapti. O'zgarishlar juda ham ijobiy, tan olish kerak bu narsani. Oldin ochiq oldin aytishardi. Kerak bo'lsa ba'zi ishlarimizda, mana shu 2012, 11, 13-yillarda sudyalar mendan emas deb uzr so'ragan holatlar bo'lgan. Kerak bo'lsa advokatlar orqali yoki sudlanuvchini o'zini chaqirib turib, uzr kechirasiz, men shunga majbur bo'lib qoldim. Chunki 18 yil ne za что berilgan. Umuman aybdor emasga 18 yil berilgan holatlar bo'lgan. Keyin 2016-yildan keyin shu insonlar oqlandi. Yangi tahrirgacha ham 2016-yildan boshlab oqlovlar boshlandi-ku, davlat rahbarining irodasiga bog'liq deb hisoblayman. Shundan keyin har bir o'sha islohotlar, yangi odamlar o'sha sud tizimiga, prokurorlar almashdi va buni ustida o'sha hukumatning o'zi ishlaganligi natija berdi. Insonparvar siyosat va bu adolat aslida jamiyatda katta roli bor-da. Masalan, bir adolatsizlik ikkinchi adolatsizlikni keltirib chiqaraveradi. Ya'ni bu adolat, bitta adolat qolgan adolatga ham turtki bo'ladi-da. Bu bir-biriga bog'liq va jamiyatga tez ta'sir qiladigan narsa. Bir oqlangan insonni adolatsizlikdan qutulgan insonni ko'rgan boshqa adolatsizlik qurbonlariga turtki bo'lyapti. Men ham kurashaman debdi, men ham harakat qilaman debdi. Ya'ni bu kelajakka ishonchni
ya'ni oddiy odamlar uchun paydo qilyapti. Bu pozitiv o'zgarishlarga olib, oiladagi xotirjamlikka ham olib keladi. Ba'zi sudyalar o'ylaydi, bir insonni sudlasam bitta insonning taqdiriga ta'sir qilaman, lekin butun bir oilaga ta'sir qiladi. Shuningdek, yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz dunyoviy davlat, ochiq va adolatli jamiyat qurish, unda tenglik va teng huquqlilik prinsiplarini hayotga tatbiq etish, fuqarolar, ayniqsa ayollar va bolalar huquqlarini kamsitmaslik g'oyalariga asoslanadi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyamizning 14-bobida oila hamda bolalar, yoshlarga bag'ishlangan alohida bob ajratilgan bo'lib, bu oila jamiyatning va davlatning asosiy bo'g'ini ekanligi va u davlatning muhofazasida ekanligi e'tirof etiladi. Muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan oila hamda ayollar huquqlariga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Buning samarasi o'laroq bugungi kunda ayollarimiz o'zlarining huquqlarini kengroq, to'laroq anglay olishyapti va o'zlarini bu ijtimoiy hayotdagi o'zlarining mavqeini to'laqonliroq tushunib boryapti. Markazlar ochilgan bo'lib, bu markazlar shu oilalarni bevosita ayollar bilan voyaga yetmagan bolalarning huquqlari bilan kengroq birga ishlay olishadi va ularni bugungi kundagi huquqlarini, manfaatlarini to'laqonliroq himoya qilishga yordam beradi. Bugungi kundagi konstitutsiyada inson, jamiyat va davlat, oldin ko'proq davlat muhofazasi, davlat himoyasi e'tirof etilgan bo'lsa, bugungi kunda inson qadriyati, insonning qadri oliy qadriyat ekanligi o'z aksini topadi bugungi konstitutsiyada. Chunki inson har doim qadrlanib kelingan, uning shaxsiy va ijtimoiy siyosiy huquqlari har doim ustun. Yangi tahrirdagi konstitutsiyada inson huquqlari, ayniqsa ayollar va bolalar manfaatlarini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgani mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlarning tizimli va uzviyligini ko'rsatadi. Asosiy qonunning yangi normalari faqat huquqiy hujjat sifatida emas, balki mamlakat siyosiy hayotida inson omilini ustuvor qiladigan yangi siyosiy madaniyatni shakllantirishda muhim asos bo'lmoqda. Konstitutsiyada ayollar huquqlarini muhofaza qilish, ularni ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi ishtiroki uchun teng imkoniyatlar yaratish, zo'ravonlikdan himoya qilish, ona va bola salomatligini ta'minlashga oid normalar mustahkamlandi. Insonlarimiz huquqlari, qonuniy manfaatlari amaldagi qonunlarimiz bilan himoya qilinadi, lekin mazkur qonunlari prinsipial asoslari bor, ya'ni ustuni bor desak bo'ladi. Bu O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi hisoblanadi. Konstitutsiyada o'sha mamlakatimiz qonunchilik tizimini negizlari belgilab o'tilgan. Boshqa qonunlarimiz albatta o'z navbatida konstitutsiyaga zid bo'lishi kerak emasligi belgilab qo'yilgan. Ma'lumki, konstitutsiyamiz yangi tahrirda qabul qilindi. Yurtboshimizning haqiqatan siyosiy irodalari bilan konstitutsiyamizda amaldagi qonunlardagi tushunmovchiliklar yoki noaniqliklar davlat bilan fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarda albatta fuqarolar manfaatiga xizmat qilinadi degan qoida qo'llanildi. Ya'ni biror bir qonunchilikdagi qoidani qo'llashda uni mazmunidan boshqacharoq yana qoida bo'ladigan bo'lsa, bu holatda davlat bilan fuqaro manfaati to'qnashiladigan bo'lsa, qonunning yuridik kuchiga emas, balki fuqaroning huquq va manfaatlarini himoya qiladigan qonunni qo'llaydigan bo'ldik. Bu albatta o'z navbatida fuqarolarimizni davlatga nisbatan, davlat organlariga nisbatan ishonchini demak oshirishiga olib keldi. Qolaversa, konstitutsiya normalari to'g'ridan to'g'ri qo'llaniladi. Bugungi kunda sudlar tomonidan to'g'ridan to'g'ri qo'llanilishi haqida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining plenumi ham qabul qilingan. Fuqarolik sudlarida xalq bilan ishlaniladi, oilaviy masalalar ko'riladi. Oila bu konstitutsiyada yozilib qo'yilgandek jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Oilada to'g'ri muhit bo'lsa, sog'lom muhit bo'lsa, yaxshi muhit bo'lsa, demak o'z navbatda jamiyatimizda ham sog'lom kayfiyat bo'ladi. Shu nuqtai nazardan oilaviy masalalarni ko'rishda albatta konstitutsiyani bevosita qo'llaymiz. Ayollar bilan erkaklari qonun oldida tengligidan tashqari, bu juda bir umumiy tushuncha yo'q. Ularni imkoniyatlarining tengligini nazarda tutadi. Misol uchun, ayol kishi ham ro'zg'orni qiladi, ham oilani qiladi. O'sha qonun ayol ham 8 soat ishlasin,
erkak ham 8 soat ishlasin demaydi. Bolasi bor ayol 1 soat vaqtliroq ishdan chiqib ketsin. Ayol ham, erkak ham ishlash uchun qonun ularga imkoniyatni bir xil yaratishini nazarda tutadi bu gender tengligi. Bu demak konstitutsiyamizning normalaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi farmoyishiga asosan Konstitutsiyamizning qabul qilinganiga 33 yil to'lishi munosabati bilan mamlakatimizda keng qamrovli tadbirlar o'tkazilmoqda. Bu yilgi bayram Konstitutsiya inson qadri, erkinlik, tenglik va adolat garovi degan bosh g'oya ostida nishonlanmoqda. Mazkur g'oya avvalo asosiy qonunimizning huquqiy, siyosiy va ma'naviy qimmatini yana bir bor yorqin namoyon etadi. Chunki Konstitutsiya bu shunchaki me'yoriy hujjat emas, balki inson manfaatlarini ulug'laydigan, fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlaydigan, demokratik taraqqiyot yo'lini belgilab beradigan ulkan dasturdir. Masalan, bizlarda sudlarda qabul qilinayotgan qarorlarimiz hukm bo'ladimi, hal qiluv qarori bo'ladimi, ajrim bo'ladimi, bevosita biz konstitutsiyaviy normalarga murojaat qilyapmiz. Misol uchun, shaxsning aybdorligi bilan bog'liq aybsizlik prezumsiyasi degan tushuncha bor. Konstitutsiyaning 28-moddasida ko'rsatib o'tilgan. Mana shu 28-moddani bevosita hukmda bizlar ko'rsatyapmiz va shu asosida shaxsni aybli yoki aybsizlik masalasini hal qilyapmiz. Demak, konstitutsiyaviy norma o'sha sud hukmini qabul qilishda, shaxsni aybli, aybsiz deb topishda eng asosiy ustuvor prinsipial norma sifatida nima bo'lyapti? Yuzaga kelyapti va ishtirok etyapti. Bundan tashqari yoki bo'lmasa shaxsni aybdor deb topganingizdan keyin jazo tayinlash masalasida. Bunda 20-moddaga murojaat qilyapmiz va 20-moddani bevosita hukmda ko'rsatyapmiz. Chunki majburlov chorasi bu davlatning majburlov chorasi shaxsga nima maqsadda qo'llanilishini ko'rsatib o'tyapmiz. Demak, shu orqali bizlar konstitutsiyaviy normalarni sud huquq tizimida bevosita ishtirokini ta'minlayapmiz. Masalan, shaxsni yuridik yordam olish huquqini ta'minlash to'g'risidagi normalar. Tasavvur qiling, yuridik yordam olish to'g'risidagi normalar, konstitutsiyaviy normani buzilishi bu shaxsni ertaga aybsiz deb topishga yoki u bilan bog'liq bo'lgan dalillarni nomaqbul dalil deb e'tirof etishga sabab bo'lish to'g'ridan to'g'ri konstitutsiyada ko'rsatib qo'yilgan. Yoki bo'lmasa, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'ladimi yoki har qanday shaxs unga nisbatan chiqarilgan sud qarori ustidan shikoyat qilish huquqini mavjudligi. Endi yana ana shu yerda bitta yangi holatni aytaylik. Konstitutsiya to'g'ridan to'g'ri ko'rsatyapti. Fuqaro yoki shaxs O'zbekiston Respublikasi sudlari tomonidan qabul qilingan qarorlardan norozi bo'lsa, mamlakat ichidagi barcha instansiyalarga murojaat qilishi mumkin. Barcha instansiya sudi qarorlaridan ham norozi bo'lsa, xalqaro sudga murojaat qilish huquqi konstitutsiyada belgilab qo'yildi. Bu nima deyapti? Konstitutsiyaviy himoyalanganlikka darajasini ko'rsatib beryapti. O'shandan kelib chiqadigan bo'lsak, bugungi kunda amaldagi yangi tahrirda qabul qilingan konstitutsiyamiz haqiqatda tom ma'noda xalq uchun xizmat qilayotgan, ijtimoiy munosabatlarni bevosita tartibga solayotgan bu normativ hujjat. O'shandan kelib chiqadigan bo'lsak, kiritilgan o'zgartirishlar, yangi tahrirda qabul qilingan bu konstitutsiyani ijodkori albatta xalqimiz bilan birga asosan davlat rahbarini yuksak irodalari bilan qabul qilinganligi bugungi kunda buni tan olib aytishimiz kerak. Xalqimiz uchun ham, davlat uchun ham, xalqaro darajada ham e'tirof etilyapti. Buni har bir fuqaromiz o'zida his qilyapti. Jahon hamjamiyatda baribir turli xil reytinglar bor, bilasiz. O'sha reytinglarda umuman davlatda indekslar yaxshilanadi. Qachonki jamiyatda, davlatda huquq ustuvor bo'lsa, qonun ustuvor bo'lsa, u davlatga jahon hamjamiyatining ishonchi ortadi va buni natijasida investitsiya kirib keladi va xalqimizda pirovardida nima bo'ladi? Xalqimizda hayoti yaxshi bo'ladi. Davlatning asosiy majburiyati aslida shu, o'zini xalqi uchun tinch, sog'lom va yaxshi turmush tarzini yaratish. Mazkur islohotlar shu yo'lda xizmat qilyapti. Buni barchamiz guvohi bo'lyapmiz va bundan keyin faqatgina ijobiy o'zgarishlarni guvohi bo'lamiz. Prezident farmonida qayd etilganidek, Konstitutsiya bayramini munosib nishonlash mamlakatimizda huquqiy madaniyatni yanada yuksaltirish, yoshlarni Konstitutsiya ruhi va qoidalariga sodiqlik ruhida tarbiyalash, fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchi va faol fuqarolik pozitsiyasini kuchaytirish kabi muhim maqsadlarga xizmat qiladi.